O'zbekiston Qirg'izistonni mag'lubiyatga uchrattirdi. 1-0 hisobida O'zbekiston g'alaba qozondi. Keyingi o'yin Eronga qarshi. Agarda mehmonda Eronni mag'lub etsa, O'zbekiston 19 ochko oladi va juda ham yaqin qoladi. 99% O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishiga imkoniyati bo'ladi. Keyingi o'yinga himoyachilarimiz yaxshilab bizni himoya qilish kerak. Ayniqsa Abduqodir Husanov Eronga qarshi o'yinda juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishi shart. Keyingi o'yinda Eldor Shomurodov yaxshi o'ynashi kerak. Qirg'iziston bilan bo'lgan o'yinda Eldor Shomurodov 24-daqiqada penaltini golga kirita olmadi. Afsuski gol ura olmadi penaltidan. Va 41-daqiqada Hojiakbar Alimjonov kiritdi gol va biz 1-0 hisobida Qirg'izistonni mag'lub etdik. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha